Bugun 17-avgust kuni Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi ishtirokida navbatdagi ma'naviyat va ma'rifat darsi o'tkazildi. Dars avvalida xodimlarning yangi hafta davomida ko'tarinki kayfiyatda ish tashkil qilishlariga ko'maklashish maqsadida taniqli xonanda Mirodil Hakimov tomonidan vatanni va sevgi muhabbatni tarannum etuvchi kuy-qo'shiqlar ijro etildi. Ushbu kuy-qo'shiqlar xodimlarga o'zgacha kayfiyat ulashib, ularning ma'naviy hordiq chiqarishi hamda xizmat faoliyatiga yanada yuqori ruhda yondashishlari uchun xizmat qildi. Shundan so'ng dars mashg'uloti axborot xavfsizligi va media savodxonlik mavzusidagi ma'ruza bilan davom ettirildi. Mavzu yuzasidan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi kiber jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasining mas'ul xodimi tomonidan batafsil ma'lumotlar berildi. Ma'ruzada internet va axborot texnologiyalari hayotimizning ajralmas qismiga aylanib borayotgan bir paytda kiber makondagi xavf va tahdidlar ham ortib borayotgani, turli firibgarlik va noqonuniy xatti-harakatlardan himoyalanishda media savodxonlik muhim omil ekani ta'kidlandi. Shuningdek, ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan xizmat faoliyatida axborot xavfsizligi talablariga qat'iy rioya etish, xizmatga oid ma'lumotlarning daxlsizligini ta'minlash, rasmiy axborotlardan foydalanishda mas'uliyatli bo'lish zarurligi alohida qayd etildi. Dars davomida ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida jismoniy tayyorgarlik va sport mashg'ulotlarini muntazam tashkil etish borasida amalga oshirilayotgan ishlar va ayrim yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar muhokama qilinib, bu boradagi ishlarni yanada kuchaytirish borasida mas'ul rahbarlarga topshiriqlar berildi. Bundan tashqari viloyat Ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tomonidan yaqinlashib kelayotgan vatanimiz mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan bayramoldi tayyorgarlik ishlarini yuqori saviyada tashkil etish, ichki ishlar organlarining ma'muriy binolarida obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlarini izchil davom ettirish, shuningdek xizmat intizomi va qonuniylikka qat'iy rioya etilishini ta'minlash yuzasidan barcha soha rahbarlariga aniq ko'rsatma va topshiriqlar berib o'tildi. Shu bilan birga yangi lavozimga tayinlangan bir guruh xodimlar shaxsiy tarkibga tanishtirilib, ularning kelgusi faoliyatlariga omad tilandi. Ma'rifat soati yakunida O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi tomonidan tayyorlangan tahlilnoma ko'rsatuvi namoyish etildi.